nima? Chainlink bu blokchainlarga tashqi ma'lumotlarni ishonchli tarzda yetkazib berish uchun mo'ljallangan markazlashmagan Oracle tarmog'i. Uning asosiy vazifasi smart kontraktlarni real dunyo ma'lumotlari va to'lov tizimlari bilan bog'lash. Chainlink ekotizimining asosiy tokeni bu link. U tarmoq ichida tranzaksiyalarni amalga oshirish va Oracle'larga mukofot sifatida berish uchun ishlatiladi. Xo'sh, Chainlink qanday ishlaydi? Blokchainlar tabiatan yopiq tizimlar bo'lib, tashqi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qila olmaydi. Chainlink bu muammoni Oracle orqali hal qiladi. Oracle'lar real dunyodagi ma'lumotlarni, masalan, kriptoaktiv narxlari, ob-havo ma'lumotlari yoki sport natijalarini to'plash va ularni smart kontraktga uzatish uchun ishlatiladi. Tarmoq quyidagi asosiy qismlardan iborat. Birinchisi Oracle provayderlari. Tashqi manbalardan ma'lumotlarni to'playdigan mustaqil nodlar. Keyingisi esa ma'lumotlarni tekshirish mexanizmi. Bir nechta Oracle taqdim etgan ma'lumotlarni solishtirib, eng ishonchli natija tanlanadi. Navbatdagisi esa smart kontrakt integratsiyasi. Tekshirilgan ma'lumotlar blokcheyndagi smart kontraktlarga yuboriladi. Bu model tufayli Chainlink tarmog'i ishonchli va buzib kirish qiyin bo'lgan Oracle xizmatini ta'minlaydi. Chainlinkning afzalliklari esa markazlashmagan model. Ma'lumotlarning ishonchliligi ta'minlanadi, chunki ularni bitta manba emas, balki mustaqil Oracle'lar to'playdi. Shuningdek, blokcheynlararo moslik. Chainlink har xil blokcheyn platformalari bilan ishlay oladi. Shuning uchun u DeFi, ya'ni markazlashmagan moliya ekotizimida keng qo'llaniladi. Xavfsizlik. Oracle'lar o'z ma'lumotlarining to'g'riligini ta'minlash uchun kriptografik himoyadan foydalanadi. Chainlink tokenining roli esa Oracle provayderlarini mukofotlash. Tarmoqdagi nodlar xizmatlari evaziga link tokenlaridan mukofot oladi. Shuningdek, kafolat ta'minoti. Provayderlar o'z xizmatlarini kafolatlash uchun tokenni staking qilishlari, ya'ni zaxiraga qo'yishlari kerak. Bundan tashqari, ekotizimdagi to'lov vositasi. Chainlink xizmatlaridan foydalanuvchilar Oracle'larga link tokenlari orqali haq to'laydi. Chainlinkdan qayerda foydalanish mumkin? Birinchisi DeFi platformalarida kriptoaktiv narxlarni aniqlash uchun. Keyingisi esa sug'urta sohasida. Sug'urta to'lovlari shartlarini avtomatlashtirishda qulay xizmat bo'ladi. Bundan tashqari, o'yinlar va NFT loyihalarida tasodifiy sonlar generatsiyasi va o'yin natijalarini tasdiqlash ham mumkin. Xulosa, Chainlink bu blokcheyn va real dunyo o'rtasidagi asosiy ko'prik bo'lib, smart kontraktlarga tashqi ma'lumotlarni yetkazib berish orqali ularning imkoniyatlarini kengaytiradi. Link token esa ushbu ekotizim ichida muhim iqtisodiy rol o'ynaydi. Chainlink hozirda DeFi va boshqa blokcheyn loyihalarida keng qo'llanilayotgan eng mashhur Oracle tizimlaridan biri hisoblanadi.